rivojdan to'xtatib turadigan asosiy faktor o'rtoqlar, bu aybdorlik hissi. Yoki deylikki, sizda bir kun oldin, bir yil oldin, bir oy oldin qaysidir voqea hodisa bo'ldi va o'sha uchun siz o'zingizni zimdan yillar davomida ayblab kelasiz. Va bu ayblash deganiki, yozib oling, ayblash, inson o'ziga aybdorlik hissi shuni bildiradiki, meni yagona yaratuvchi mukammal qilib yaratmagan. Man hech qaysi tajribamni hurmat qilmayman. Man tajribalarim orqali o'smoqchi emasman deganini anglatadi va bu o'z navbatida o'rtoqlar isyonni anglatadi. Ya'ni siz hozir va shu yerda yagona yaratuvchini sizga bergan tajribalarini qabul qilmoqchi emassiz, yoki siz bosib o'tgan ko'prigingizni qanaqadir tasavvur qilingda, siz deylik qaltirab turgan yoki juda ham nozik bo'lib turgan ko'prikni bosib o'tdingizda, zo'rg'a yiqilib ketmaslik uchun jon jahdingizni ishlatib shu ko'prikni bosib o'tdingizda, endi o'tib bo'lganingizdan keyin u ko'prikni yoqib yuborish bilan bandsiz. Mumkin emas. Endi qarang, aybdorlik hissi sizga bundan tashqari yana nimalar beradi? Men sizga shuni aytib o'taman. Umrimizni masalan 3 ta tochka deb oladigan bo'lsak, masalan A tochka bu bizni o'tmishimiz, B tochkamiz bu bizni hozirgi daqiqamiz. Hozir biz shu yerda siz bilan gaplashib turibmiz. Bu bizni B tochkamiz, bugungi kuningiz B tochkangiz deyilgan. C tochka bu kelajak. Endi bitta zo'r rolik ko'rganimda, Instagramda u menga juda ham yoqib qolgandi. Shundan keyin bitta ideya kelgandi menga, agar qila olsak, ertaga videograf qizimiz kelsalar, shu videoni olib ko'rmoqchiman. Bu juda ham ta'sirli. Ya'ni qarang, siz A tochkada turibsizda, o'y hayolingiz energetik jihatdan A tochkadasiz. Bu ayblash, o'tib ketgan narsa uchun ayblash, bu odam kelajak uchun aybla olmaysiz, hozirgi hayotingiz uchun aybla olmaysiz. Bu nevozможный narsa, ya'ni iloji yo'q narsa. Biz har doim o'zimizni o'tmish uchun ayblaymiz, to'g'rimi? Mana shu o'tmish uchun ayblash bu sizni A tochkada turibsiz degan. Mana hozir men siz bilan B tochkadaman, qarab turibman-da, lekin men o'zim A tochkaga qarab gapiryapman-da. Siz meni eshitgingiz keladimi? Yo'q. Hozir men eshik taqillab qolganda 1 minut video bilan mikrofonni o'chirib chiqib ketdim. Keyinimcha o'sha ishtirokchilar chiqqan. Nimaga sabab? Sabab, men hozir va shu yerda, shu joyda bo'lmadim, sizni oldingizda bo'lmadim va bu sizga absolyutni qiziq bo'lmadi. Xuddi shunday, endi men sizga kichkina hozir va shu yerdagi misolni keltiryapman. Xuddi shunday, siz B tochkadasiz, qaysidir harakatni amalga oshirmoqchisiz, qaysidir natijaga erishmoqchisiz. Bu sizni baxtli hayotingiz, bu sizni chiroyli turmushingiz, bu sizni farzand ko'rmoqchi bo'lganingiz, misol uchunda farzandingizni tarbiyalamoqchi bo'lganingizdir. Ahamiyati yo'q, yoki siz bir moddiyatga nimadadir moddiyat narsaga erishmoqchidirsiz, mashina, uy yoki kattaroq oylik daromadga chiqmoqchidirsiz. Ahamiyati yo'q-da, shu joyda turibsiz, shu haqda harakat qilyapsiz-da, lekin o'y hayolingiz bilan o'tmishdasiz, A tochkadasiz. Bu degani siz o'z o'rningizda emassiz. Xuddi men boya o'z o'rnimda bo'lmasdan turib ketganimdek, siz o'z o'rningizda emassizmi? Demak, o'z o'rningizda bo'lmaganingizda sizga hech qanaqa rezultat kelmaydi o'rtoqlar. Bu hech qanaqa jazo emas, bu hech qanaqa bir magiya, masalan, sir sinoat emas. Siz shunchaki bilishingiz mumkin. Siz B tochkada emassiz. Siz A tochkada ayblovdasiz yana. O'zi insonlar nima uchun ko'proq o'tmishda qolib ketadi? Ahamiyat bergan bo'lsangiz, kimda o'tmishni qabul qila olmaslik va aybdor, o'zini ayblash tuyg'usi kuchli bo'lganda, u insonlar o'tmishda qolib ketadi va o'tmishda energiya yo'q. O'tmishda siz o'lik insonsiz. Hozir va shu yerda energiya bor. Misol uchunda, hozir va shu yerda biz siz bilan energiya almashyapmiz, lekin o'tmishda qoldingizmi? Absolyutni. Sizni bu rivojdan to'xtatayotgan ikkinchi katta faktoringiz.